qiz qal'asi. Ko'nglingizni yerim qilmang. Mening dadam kichik vaqtimda o'lib ketibdi. Apam o'qituvchi edi. Enim bilan ishimizni deb qayta to'y qilmay, ham dada, ham ona bo'lib o'zi beqib cho'ng qildi. Tatmagan jafasi qolmadi. Bizmi dada deganlarning ig'ziga qarab, dadasi balaga havas qilib, dadaning qadri o'tilganda hasrat chekib, mana bugungi yosh qolashdik. Hozir apam pensiyaga chiqdi. Salomatligi toza yaxshi emas. Endi biz dadamning o'rnida onamning holidan yaxshi xabar olishni o'zimizning orzusi qilib oldik. Hayotlik shundoq ekan. Ba'zi ishlarga bizning amalimiz yo'q ekan. Shu amal bo'lmagan ishlar uchun hasrat chekishning o'rniga qaddimizni ruslashimiz kerak ekan. Agar dadingiz bo'lgan bo'lsa, texim yaxshi bo'ladi. Endi hasrat chekib o'zingizni tugashtirib olmang. Apangiz uchun cho'qim ruhliq yashashingiz kerak. Sherzodning gaplari bilan bir tilla Diloraning ko'z oldidagi tuman yirtib tashlangandek bo'ldi. Rost emasmi? Dadasi o'lib ketdi. Endi ular har qancha qilibmi uni qaytarib kelolmaydi. Lekin opasi texi hayot. Turmushning tuzuk xo'liqini ko'may, yeshidan baldur qirib ketgan. Jo'risidan vaqtsiz ayrilib, yuragi hasratga cho'mgan onaga Dilora eng yaxshi malham bo'la oladi. U Sherzoddan minnatdor bo'lib, uningga beshini ling'ishtirib qo'ydi. Odamning ko'ngli yerim bo'lganda, nima qilarini bilmay qolgan chaqlarida shundoq tasalli bera oladigan bir odamning bo'lishimi naqadar yaxshi. Uning bir tilla ko'ngli illib qolgandek bo'ldi. Uzoq qolmay ular aeroplanga chiqishdi. O'ltirgan o'rnimi xeyli yaqin edi. Sherzod birdamdala o'rin almashtirib Diloraning yenida o'ltirdi. Nemishqidir u Diloraga natonish bilinmadi. O'zini bir xil bexatar his qildi. Yo'lda ular paranglashmadi. Shanxayga tushganda xeyli kech kirib qolgan edi. Billa tamoq yeylaydilar, dedi Sherzod uningga. Haqiqatan sizning qo'sqingiz ochdi. Maktabga qaytib, tuzukkini bir narsa tepib yeb bo'g'icha, vaqtmi bir yerga boradi. Avval tamoq yeb olaylik. Ondan men sizni opirib qo'yay. Dilora tuzuk tamoq yeb baqmag'ili necha kun bo'lgan edi. Ishtahasimi ancha yaxshi emas. Bo'ldi. Yana qaytib ketay. Rahmat sizga, Sherzod aka, dedi Dilora. O'zingizni tashlab etmangdilar. Nemish bo'lsa-mu, avval tamoqni yaxshi yeb, salomatligingizni asrishingiz kerak. U shundoq degunicha Diloraning qo'lidagi sumkasini oldi. Endi Dilorami ortiqcha tatishmay uningga ergashdi. Ular taksiga chiqishib tamoqxonaga keldi. Bek ko'p buyuribman. Bir narsa yegim yo'qla turadi. İştahayım taza yaxshi emas. Bundaq deysangiz qandoq bo'ladi? Tamoqni yaxshi yeb turishingiz kerak, dedi u. Hamda bir necha xil qo'rima buyurdi. Sherzod eli Diloraga choy quyib beradi. Eli qo'rimalardan uning qachisiga ep beradi. Dilora, eling. Tamoq yegingiz bo'lmasa-mu, cho'qim yang. Tamoq yeyish hayotlikning birinchi sharti. Sizning qiladigan nurg'un ishlaringiz bor. Mangadigan nurg'un yo'llaringiz bor. Yaxshi yeyishingiz kerak. Dilora Sherzodning qayta zo'rlashi bilan xeyli ko'p tamoq yeb oldi. Endi o'zim qaytib ketay, dedi Dilora. Bugun sizni bek ko'p ovora qilib etdim. Meni rag'batlantirganingiz uchun, menga ilhom madad berganingiz uchun sizga ko'p rahmat aytaman. Sizni bu kechada yolg'iz yo'lga sap qo'yolmayman. O'zim billa opirib qo'yay, dedi Sherzod uning talabini rad qilib. Yo'q bo'ldi. Sizni ovora qilmay taksiga chiqib olsamla bo'ldi. Bo'ldi. Ortiq talashmaylik. Sherzod shundoq degunicha taksi to'sadi.
hamda Diloraning yeniga chiqib o'ltirdi. Keldik. Sizga ko'p rahmat aytaman. Ma'qul amisa. Aman bo'ling. Sherzod Dilora bilan xo'shlashib, taksidan o'tishmay ketib qoldi. Xo'shlashishlari shunchalik oddiy va tamkin edi. Boshdan oxir Dilora bilan qayta ko'rishish haqida gap qilmadi yoki telefon nomerini so'rab o'ltirmadi. Dilora uning bu g'ararsiz yordami uchun bakmo minnatdor bo'ldi. Dilora maktabga qaytib kelgandan keyin butun vujudi bilan kasbga berilib ketdi. Chelayotgan musiqa orqali qalbining cho'nqur qatlamidagi azob, mung, hasratlarni to'kib chiqarib etmoqchi bo'ladi. Voy Dilora, seni topmoq ajabmi tas bo'ldi jimo? Dedi Shamsiya uni izlab kirib. Shira, chiqib tomoq yeb kirayli. Kechki tomoq vaqtimi o'tib ketay dedi mana. Dilora qo'lidagi skripkani qo'yib o'rnidan turdi. Yana bir xushalliqqa uchirdingmi nima? Odatda Shamsiya ichiga patmagan xushalliq va xafaliqlarini Diloraga aytib berishga amroq edi. Chunki Dilora ko'p gap qilishni yoqtirmaydi. O'zining zo'rur deyishga tegishli gaplari bo'lsa deydi. Bo'lmasa uning gaplarini astoydillik bilan anglab beradi. Uni ayiblamaydi. Uningdan ranjitma ketmaydi. Qanchalik gaplarni qilsa-mu, boshqalarga to'shib jirmaydi. Undaqmi deb ketmagan adash. Aslida sen bilan mingdashqim. Sana tasalli bergim bordi. Lekin yurak yarangni tatlab qo'yamanmikin deb ansirab gap qilolmay suygandim. Shura, billa tomoq yegach oylanib kirayli. Ikkaylan bir-birini qo'ltiqlashganicha o'qitish binosidan chiqdi. Voy qizlar, bakli tasti chiqdinglar-ku. Sizlarni bakli saqlab ketdim. Yuringlar, qo'sqim ichib, nag'ri chelibotadi mening. Dedi ularni o'qitish binosining oldida saqlab turgan oblikim. Shamsiya nag'ringizga usul o'ynab ketmasin yana? Dedi Dilora. Gapga ustujimisiz? Dedi oblikim. Chondirmag'ina odamni deb tomshig'ini ushlab qo'ydi Shamsiya. Ular birlikda tomoq yeyishdi. Tomoqdan keyin men yaxshi paranglashinglar. Xo'sh. Deginicha ulardan ayrildi oblikim. Sevgan yigitingni karkizvatgadak nima gaping bordi? Dedi Dilora chaqchaq qilib. Menga yigit topmagansan-a? Shundaqroq bir ish bor. Dedi Shamsiya. Menga chaqchaq qilma. Asra undaq gaplarni anglag'im yo'q. Voy adash, bu yangi gapmi emas. Yani shu Qaysarning gapi. Yana nim bo'pti uningga? Uning seni qanchalik yaxshi ko'rdiganligini bilasan. Uni bakli qiynavatding. U bechoraga bir fursat bermamsan. Necha yil bo'ldi u aqangdan suygili. Men sana burilla degan. Uning gapini qilma deb. Men mugu shundaq degan. Lekin necha kunning oldida Qaysar oblikimni izlab ikkaylan birga o'ltirib qapti. Sening gapingni qilib bak shig'labdi. Oblikim u bak bechora bo'lib qapti. Bir yordam qil deb turib oldi shu. Qaysar o'zi yaxshi bola. Lekin u mening ko'nglimdagidek er emas. Sening ko'nglingdagi er qanday? Aqlliq. Kishining ko'nglini ram qila oladigan. Minnatsiz yordam qiladigan. Kishiga bexatarlik tuyg'usi bera oladigan. Dilora shundoq da'vatqanida Sherzod lappada qilib uning xiyolidan o'tdi. Acaba Sherzod ashu ikkala qatimni ko'rishgan er Diloraning ko'nglidagi ermi? U o'z xiyolidan hayron qoldi. Balkim uning menga bergan ta'siri yaxshi bo'lg'achqa ko'nglimdagi er shundoq bo'lsa-kan deb o'ylagandiman. Deb
o'zini pasladi. Azaldan er kishiga ishonmaydigan, er kishilardan o'zini qochiradigan, ulardan o'zini tatib shiradigan Dilara to'satdan Sherzodni seg'inganligini his qildi. Men nima degan ahmoq, dedi Dilara o'ziga. U bir notanish odam. Uning bilan faqat ikkala qitim ko'rishdim. Bir qitimla ancha-muncha paranglashdim. Uni ko'gim kep qolgani nimasi? Yani kelib, u mendan bakla cho'ng. Balkim uning oilasi bordi. Yana uni seg'inib nima qilaman? Bu balkim seg'inish emasdi. O kuni u nihoyatda samimiylik bilan qilgan tasallisidan uningga nisbatan yaxshi ko'z qarashda bo'lgandiman. Ammo bu hargiz seg'inish emas. Men undaq pishib yetilmagan, muhabbat uchun yig'lab yuradigan yig'lango o'g'illarni yaxshi ko'rmayman. Menga yar yo'lak bo'la oladigan, xarakteri pishib yetilgan, tamkin yigitlarni yaxshi ko'raman, dedi u Shamsiyaga. Voy adash, talabing bakla yo'qir ekan. Qaysarmi bo'p qoladi? Eng muhimi, u seni bakla yaxshi ko'radi. Yaxshi ko'rgandan keyin bir umr sensiz bergan siziqdan chiqmay yashaydi-da. O'zingni yaxshi ko'rmaydigan bir er bilan yashagandan yaxshi ko'radigan bir erni tepish bu yaxshi emasmi? Men bir umr xotinining ko'ziga qaraydigan, xotinining sizg'an sizig'idan chiqmaydigan erlarni yaxshi ko'rmayman. Er kishi deganning mustaqil ko'z qarashi bo'lishi kerak. Mustaqil fikr qila olishi kerak. Bir umr xotinining sizg'an sizig'idan yashagan erni qandaqmi erdigili bo'lsin? Ay, bo'ptila. Ish qilib men sendek o'ylamayman. Men burilla ablikimga degan. Dilara qo'shilmaydi deb. Biroq u bakli tangli qilib turib olgandi. Bo'ldi. Demaganlar bo'lg'in. Ablikimga deb qo'y. Endi uningga ich ag'irtib, bu ishlarga aralashib yurmisan? Sen nimishqa uni shuncha yoqtirmaydigansan? Uning chiroyi muqamlashgan, oila sharoitimi yaxshi? Seni yaxshi ko'radi. Ishonchlik, dedi Shamsiya yana ajablangandek. Yoqtirib qilishimmi mumkin-di. Apsi, ashi gaplarni demaganida, deb o'yladi Dilara ichida. Endi allaqachon vaqti o'tdi. Dilaraning uni yaxshi ko'rishi asla mumkin emas. Muhabbat degan ana shundoq narsa. Ba'zi odamlar yoningda bir umr tursimi, u seni mangu hayajonga sololmaydi. Ba'zi odamlar balkim senga notanish, ammo bir ko'rish, bir harakat yoki bir og'iz so'zi bilanla qalbingda mangu o'chmas xotiralarni qoldira oladi. Aslida unchavala astoydil bo'lib ketishingning hojatimi yo'qdi? Mundaqla yurib baqsang bo'lmadimi? Keyin ko'ngling yoqmasa, ayrilib ketsangmi bo'ladi emasmi? To'y qilib bir uyga kirganlarmi, bir uyda necha 10 yil birga yashaganlarmi, necha bolaga ota-ona bo'lganlarmi ayrilib ketadi-ku? Aralashib beqib, ayrilib ketish pek cho'ng ishmi emas? Sana o'xshashmi? Uyay, men ne bo'ptiman? To'g'ri deysan. Men shundaq yigitlar bilan xohlasam aralashaman, xohlasam ayrilib ketaman. Bu nima uchun bilamsan? Ularni olqinimda o'ynatish uchun. Ularga o'yinchiq bo'lmaslik uchun. Lekin men sana necha qatim dedim. Oxirgi hisobda ziyon tortadigan yanala sen bo'lasan Shamsiya. Ay, bo'ldi qila. Shurikimdagi jarohatni tatlamag'ina jonim. Hammani o'zing bilasan. Bilib turib menga bunday gaplarni qilmag'ina. Menimi mushundaq bo'lishqa mushu yigitlar majburlagan. Amalim qancha? Mushundaq qilib xo'shal yashayman.
Albatta, Dilara obdan biladi. Shamsiyaning o'g'illarni o'ynataman, ulardan o'ch olaman deb mushundaq yashayotganini. Ammo oxirgi hisobda buning Shamsiyaga hech foydasi yo'q. Dilaraga opsi shundaq degan. Cho'ng bo'ldingiz qizim. Yat jinsliklar bilan do'stlashib o'tishingiz normal ahvol. Lekin aralashganda bak yaqinlashib ketmang. Muvofiq orliq saqlang. Ayollik qiz qimmatli go'harga o'xshaydi. Uning julasi hamma odamni zo'qlantiradi. İffat, nomus xuddi qizni qo'g'daydigan qal'adir. Qal'ani chin qo'g'dash kerak. U ayollik qizning gul tojidir. Shamsiyaning muhabbatlashish tarixi u 16 yoshga kirganda boshlangan. O chaqda u rastilla bak sabiy bo'lib, hechni bilmaydi. Uydagilar uni bak qattiq boshqaratdi. Hattoki uni boshqalar bilan aloqalashishni cheklab, uningga telefonma epamagan edi. Oqibat barliq ish telefon sababidan bo'ldi. Bir kuni uning velosipedi yarim yo'lda buzilib qoldi. Xeyli kash bo'lib qolgan. O chaqda ularning uyi maktabga xeyli yiroq edi. Yaqin atrofdagi rimnotxonaga bordi. Velosipedimni tezlab bersangiz deb. Ammo velosipedning bir nimasi chaqilib ketgan. Bugun almashtiradigan saymon yo'q. Ati tuzab qo'yaylik dedi. Qanday qilaman? Bek kech bo'lib ketdi. Davatda u jiddiylashib. Kuzning oxirgi mazgili bo'lg'ashqa kun birdamdala o'ltirgan. Yana birdamdala qorong'u tushadi. Uyingizdagilarga telefon qiling. Dedi remnotxonadagi 20 yoshlar atrofida ko'rinadigan yosh yigit. Telefonim yo'q. Men velosipedni og'ili ati kelay amsa. Dedi u. Ma'vo telefonda o'ring. Dedi yigit telefonini sunib. Rahmat. Shamsiya ortiq o'ylanmayla uning telefonini elib akasiga telefon qildi. Aka, velosipedim buzilib qoldi. Meni ep ketgana. Aksi uzoq qolmay yetib kelib, uni mototsiklga mindirib elib ketdi. Uyda boshqalarning telefonini ishlatgani uchun opsidan bir muncha gap angladi. Nima deb xalqning telefonida telefon qilasan? Uning telefonini ishlatgadak, sen uning nemisi? Amsi qanday qilaman? Yerim kechada piyoda yursam, yana yomon gap qila bo'lg'iytinglar menga. Xalqninkini ishlatmasin desanglar, menga telefon olib beringlar amsa. Kim bilan so'zlashay deganting telefonda, ha? Ko'chada ommaviy telefonmi bor-ku? Nima deb xalqninkini ishlatgadaksan? Ba'zida u oldida turgan bu ayolning o'z opsi ekanligidan gumonlanib qoladi. Lekin opsi o'z opsi edi. Uni shundoq ching boshqaradiki, uning maktabdan qaytirgan vaqtini hisoblab turadi. Ba'zida opsining qattiq qo'lliqiga qarab, o'z opam emasmidi deb o'ylagan chaqlarmi bo'lgan. Lekin uning Shamsiyaga ko'nishlariga gap ketmaydi. Atsi Shamsiya velosipedini aklib oldi. Keyin velosipedi buzilib, yana bordi. Shu jarayonda remnotxonadagi chiroyli yigit uningga bir tal telefon sovg'a qildi. Shu jarayonda remnotxonadagi chiroyli yigit uningga bir tal telefon sovg'a qildi. Yo'q. Men bu telefonni ololmayman. Bunda qimmat sovg'ani olsam bo'lmaydi. Baribir telefon bak lozim emas. Telefon qiladigan odamim yo'q. degan edi Shamsiga go'daklarcha. Menga telefon qiling. Sizning ovozingizni kunda bir anglab olsamla bo'ldi. dedi u yigit yelingandek. Bu nima deganingiz? Siz bilan paranglashqadek ishim yo'q mening, dedi Shamsiya qizarib. Sizni bir ko'rgandim buyon.
Sizni o'ylab uyqum kelmas bo'lib qoldi. Sizni bir ko'rib olish uchun kunda atigan yo'lga chiqib o'ltiraman. Kunda kechda yo'ldan o'tib ketganingizga qarayman. Texi biror yigitdan bundaq gaplarni anglab boqmagan Shamsiyaning yuzlari anardek qizirib ketdi. Sarangda gap qilmang. Degenicha yigit sungan telefonga qarabmi qo'ymay ketib qoldi. Ammo yigitning gaplarini aslab kechicha hayajonlanib chiqdi. Atsi yo'ldan o'tib ketib, rastalla uni ko'rdi. Yurak soqishi tezlashib ketdi. Shuning bilan ular mana mushundaq asta-asta chiqishib qoldi. U Shamsiyaning tunji muhabbati edi. Apsining qanchalik ching tutishidan qat'iy nazar, ular ko'rish uchun vaqt chiqara oladi. Shamsiya bahona sabab tepishqimi usta bo'lib ketdi. Eng muhimi yiliqi telefon edi. Bechora Shamsiya ota-onasining bilib qolmasligi uchun telefonni yo'shirin holatda tiqib saqlaydi. Faqat yigitga telefon qilish, uning uchun aloqalashish uchun ishlatdi. Telefon bo'lg'achqa ular har vaqt xufiyona uchrashib yurdi. Sizga oshiq bo'lgani bak uzun bo'ldi. Mush qizning velosipedi qachon buzilib qoladi deb shuncha uzun kutdim. Oxiri orzuyimga yetdim. Deydi yigit. Shamsiya uning gaplaridan hayajonga tushmadi. Muhabbatlik shirin his tuyg'ular uni allaylaydi. Hattoki yigitni shundoq yaxshi ko'rib ketganidan to'liq o'tirni bitirib olsa, uydagilar bilan qarshilashib, oliy maktabda o'qimaslikmi? Uning bilan to'y qilishni o'ylab qo'ygan edi. O'qishga bari kassa, yarim yilgacha yigitini ko'ramay, sarang bo'lib qolamanmi deb ansiraydi. Ammo u kunlarga o'lishamadi. Hammasi uning hech ishni bilmaydigan soddaligidan bo'ldi. Apsi uni ching tutqani bilan uning nemish qilish, nimani qilmaslik haqida hech nima demagan edi. Oxir yigitning yelinishlari bilan mahalla sirtidagi bug'doyliqda eng qimmatlik narsadan ayrildi. Bug'doylar pishay deb qolgan mezgilda u hech nimani bilmasdan bir parcha bug'doyni chaylavatdi. Lekin buningdan afsuslanmadi, qo'rqmadi. Uning bilan yana bir qadam yaqinlashganidan xushal bo'ldi. Endi uning bilan bir jon, bir tan bo'ldim. Ikkimiz mangu ayrilmaymiz deb shirin xiyol surdi. O'ylamaganda bir oydan keyin u to'xtamay yondirib, nimaligisi singmaydigan holatga yetdi. Oshqozon yallig'i ekan deb balnisga oldi. Dori o'qillar unumini ko'rsatmadi. Shuning bilan gumonlangan mas'ul doktor suydik tekshirib, ahvolni o'qdi. U homildor edi. Qizingizning bo'yida bor ekan, dedi uning opasini chaqirib. Bu ahvolda oshqoznini davolasaqmi foydasi yo'q. Bu degan seziklik. Shamsiyaning opasi o'rindiqdan yiqilib tushgili tasli qoldi. Bu rost emasdi. Natija olmishib qoldimi ya doktor? Doktor afsuslanganicha beshini chayqab qo'ydi. Endi qanday qilish kerak? Qanday qilish kerak? Apsi o'ylab verib, sarang bo'lay dedi. Oxiri yipiq qozon yipiq bo'yicha qoldi. Apsi hech kimga bildirmay, shaxsiy ambulatoriyada uning bolasini o'ldiribdi. Operatsiya karvididagi nomus, og'riq, qo'rqinish, apsining til haqorati Shamsiyaning g'ururini tamoman yo'qotishga yetadi. Apsi hattoki bolaning dadasining kimligini so'rab qo'ymadi. Shamsiyaga bo'lgan taqib va boshqurishni teg'imi kuchaytirdi. Doktorxonadan chiqib, haftadan keyin Shamsiya yana maktabga bordi. Mashqining sal sarg'aygan chiroyiga qarab, afsuslangan yigit uningga tasalli berdi. O'qishingiz bitsa, sizni olaman dedi. Lekin Shamsiya bak qo'rqib ketgan edi.
ruhiy va jismoniy jihatdagi azobni yengishga vaqt ketadi. Aslida uning homildor bo'lib qolganligini, bolani tushirganligini anglagan yigit uning ota-onasi arz qilamo deb bak qo'rqqan edi. Ishning jimjit besiqqanidan xush bo'ldi. Shamsiyaning qo'rqinch ichida o'zini tortishidan umu biroqla jiraqlashdi. Shamsiyaning tunji muhabbat sarguzashtisi mana mushundoq oxirlashdi. Bu azobda u o'lmadi. Tirik murda bo'lib ketdi. Jismi hayot, ammo ruhi o'lgan edi. Bir mezgil xuddi peli qurtiga o'xshash g'o'zakka kirdi. Uzoqroq o'ylanish orqali u qaytadan o'shini yig'di. Peli qurti g'o'zakdan chiqdi. Endi u oddiyla jipak qurti emas, rangarang parvoniga aylangan edi. O'zining go'zalligi, tajribasi, noz karashmasi bilan talay yigitlarni orqasidan yuguradi. Ularning pulini xajladi. Ularning sevgisidan huzurlandi. Xolisa muhabbatning huzurini sirdi. Xolamaganda ayrilib ketdi. Endi uningga na opsining qattiq gaplari, na boshqarishlari kor qilmaydigan bo'ldi. Opsining ko'zlariga kulib qarag'anicha uningga raddiya beradigan, tatinmay yolg'on so'zlaydigan holatga yetdi. U oxir uydagilarning taqiblaridan uchib chiqib ketdi. Endi u to'sqinsiz edi. Hammani biladi. Er-xotinchilik va boshqa ishlar uningga sir emas edi. Shunga o'zimni endi xarob qilmayman. Yigitlar meni emas, men yigitlarni o'ynataman deb qaraydi. To'p-to'g'ri 2 oydan keyin Dilara Sherzodni yana uchirtib qoldi. U chaqda Dilara maktabning qarshi tarafidagi cho'ng bir talla bozorda edi. Qarshi tarafidan chiqqan Sherzod uni ko'ribla darhol Dilara deb chaqirdi. Yaxshimisiz Sherzod aka? Dedi Dilarami uningga illiq kulimsirab. Qarang, bu yerda uchrashib qolganimizni. Texi tunigilli kelgan edim. Men turgan yotoqmi mushi yaqin atrofdalar. Boyli bir narsa lozim bo'lib chiqqan edim. Yuring, aran bir uchrashganda sizni obdanroq bir yerga opirib o'ynatib kelay. Haqchan, o'zingiz yolg'iz sirtqa ko'p chiqib bo'lolmaysiz. Dedi Sherzod uningga. Bo'ldi Sherzod aka. İşiniz aldıraştı Haqcan. Akşam mühim bir to'xtamni tuzishib boldik. Bugün ata boshqa ishim yo'q. Vaqtingiz bo'lsa billa aylanib kelaylik. Bu notanish yerlarda yolg'iz yurishmi odamni beorom qiladi ekan. Har ikkaylan almoqchi bo'lgan narsalardan voz kechib, talla bozordan chiqdi. Sherzod belikidagi soatiga bir qarab atgandan keyin avval bir yerga berib, obdanroq tushlik tomoq yeb olaylik. Ondan billa aylanib kelaylik. Tushlik tomoq vaqtimi bo'lay debdi. Yuring. Degenicha Dilarani boshlab mangdi. Dilarami ortiqcha gap qilmay uningga ergashdi. Nima tomoq yegingiz ba? Qaysi tarafga boramiz? Beyliqi oshxonaga berib, lag'ma yeb kelaylik. Uydan kelgandan beri xili uzun bo'pti. O taraflarga o'tib baxmabdiman. Shunda qilaylik. Shu yerning lag'man kaboblarga o'xshaydi ekan. Sherzod shundoq degenicha taksi to'sadi. Ikkaylan taksiga o'ltirib, xili uzoq mangandan keyin ikkisi tunji qitim ko'rishib qolgan kunidagi yiliq oshxonaga keldi va ayrim o'ringa kelib, bir-biriga qarashib o'ltirishdi. Sizni har bir qitim aslasam, bak ansirgan edim. G'am qayg'uda o'zingizni yo'qotib qo'yammi deb. Har nim bo'lsa, yaxshi turibsiz. Mushunchalik turg'uningizni ko'rib, rostilla xushal bo'ldim. Uning har bir aslaganida degan gapini anglab, Dilaraning ko'ngli issiq bo'lib qoldi.
Manga ko'ngil bo'lganingizga ko'p rahmat. Sizning tasalliyingiz bilan o'zimdagi g'am qayg'uga qarshi turdim. Amaliyotda aqlli odamlardan ansirash hojatsiz. Mana shunday qiyinchiliklarga qandoq bardoshlik berishni bilish kerak. Aldingi qitim uchrashganimizda men naydi yaxshi gaplarni qilib bergandingiz. O so'zlaringiz mening bu mazgildan o'tib olishimga bak yordam berdi. Sizga ko'p rahmat. Dedi Dilara uningga kulimsirab qarab. Agar siz shundoq o'ylasangiz, sizga ilhom beradigan gaplarim texi ko'p. Dedi Shirzat kulib turib. Ular tamoq yeyishgach, tamoqdan keyin o'ynab kelishni maslahatlashdi. Asli siz bilan dengizga chiqqim bor edi. Sizningcha bo'ladimi? Bugun u yerga bormayli. Vaqtmi bir yerga berib qapti. Bo'pti amisa, o'simliklar bog'chisiga berib, sayli qilib kelaylik. Shunda qilib ular kashbog'icha billa aylanib surib, tabiatning go'zal manzarasidan huzurlanishdi. Sherzod to'limi qisqarliq va yumristik gaplarni ko'p qiladi. Azaldan ko'p gap qilmaydigan va ko'p kulmaydigan Dilara ichidagi uzundan beri yig'ilib qolgan buruq-tomchilikdan qutulgandek yeniklab qoldi. Bugun u rostilla xushal bo'lgan edi. Ular bog'chadan qaytib chiqqanda xiyla kash bo'lib qolgan. Tamoq yeb olaylik. Voy, mening zotili tamoq yegim yo'q. Tushda jiq yeyaptiman. Tushda jiqroq yang yoki ozroq yang. U tushning ishi. Kashda cho'qim yeyishimiz kerak. Bak bo'lmasa, kashda sal yenikrak, suyuq salan qolguch o'girisi ichaylik. Yuring. Bak hayirib ketdim. Ko'p mengib o'tibdimiz. Amisi ko'tirib olay. Dilara o'ppida qizirib ketdi. Qarang, qizirib ketganingizni. Dedi Shirzat kulib. Men chaqchaq qilib qo'ydim. Hozir yolvursingizmi ko'tirmayman. Lekin bir kuni ko'tirgidek holga tushib qolganingizda talab qilmasingizmi, cho'qim ko'tiraman. Uning gaplari rostilla kishini hayajonga soladi. Mana bu shundoq bir necha qitim uchrashish jarayonida Dilara asta-asta uningga bog'lanib qoldi. Dilarani eng qoyil qilgan tarbi u boshqa yigitlardek bir ikki qitim ko'rishmayla uningga ko'ydim pishdim demaydi. Hattoki ta hozirgacha uning telefon nomerini so'rab baxmagan edi. Xuddi Dilara ikkisining munosabatiga parvosiz qarawatgandekmi edi. Yana kelib uning qo'ldan kelishicha illiqlikni yetkazadi. Yana kelib uningga qo'lidan kelishicha illiqligini yetkazadi. Dilara uning qishida turganida xuddi bir qo'g'dug'uchisi bordek o'zini to'lima bexatar sezadi. Uningdan dadasidan erishanmagan mehrlarga erishadi. Ularning taqdiriga shuncha ko'p tasodifiyliklar putilgandek. Xuddi Shirzat Shanxaydan ayrilmagandek. Shanxayga kelsimu hech qilmay Dilaraning maktabi oldida cho'gilab yurgandek. Ular yana tuyuqsizlar uchrashib qoladi. Har bir qitim uchrashganida billa tamoq yeb, billa sayohatlarga chiqadi. Ular mana mushundaq shirvatqili yarim yildan ossimu bugungacha Shirzat Dilaraning telefon nomerini so'ramagan edi. Dilara buni uning oliyjanobligi, o'zini bilganligi deb qarab, uningdan xushal edi. O'zining uning telefon nomerini so'rg'isi keladi. Ammo uning turmushiga qolaysizlik tepib bermaslik uchun telefon nomerini so'ramaydi. Bir kuni kashf tamoqdan ataytan uni izlab kelgan Shamsiya tamoqdan keyin uni ayrim tatdi. Birasi bilan muhabbatlashyotamsan? deb so'radi u. Nima gaplarni qilyapsan? dedi Dilara kulib. Muhabbatlash degan sendan aylansin. Bilasan-ku, men undaq talaylik emas.
muhabbatlashgudek yigitlar uchirmaydigan o'xshaydi. Agar muhabbatlashib qolsam, cho'qim sana aytaman. Chaqchaq qilma, gapimni o'yinga aylantiryapman, dedi Shamsiya o'ziga o'xshamaydigan jiddiylik bilan. Rastavatamsan? Rastla hech kim bilan muhabbatlashmadingmi? Sendan yoshirib nima qilay? Unda qish yo'q-ku. Ha, undaqda tunögün sen bilan bog'chada birlashirgan kim? Qarasam, ikkinlarning munosabati odatdagi munosabatdek ko'rinmaydi, dedi Shamsiya sazgurlik bilan. Ko'ribsan-ku ana. O degan bir do'stim. Aqamdan marab jiribsan-da. Ha, mening undaq odatim yo'qligini bilasan-ku, dedi Shamsiya xafa bo'lgandek qilib. Tunögün ablikim bilan ishkaylan bog'chaga borgandik. Shu chaqda herib ketib, ichimlik ishkach yug'an bir chatqal gulning orqasida o'ltirgandik. Ablikim men Dilarani ko'rdim. U bir kishi bilan birlashirdi dedi. Men uningga ishonmadim. Shuning bilan ikkimiz u ko'rsatgan tarafga qarab mangdik. Qarsam rastla senkansan. Angacha sizlarni bir o'rindiqni tepib o'ltirdinglar. Yilqa o'zi baslik, mayt qamlashgan erkan. Berib ichimlik ep keldi. Qarasam, sana bek ko'yindi. Sana qarashlaridan cho'nqur muhabbat to'kilib turadi. Sizlar odatdagi do'stlardan emasdek ko'rindinglar. Qizg'in muhabbatlashayotgan oshiq-ma'shuqlardek his qildim sizlarni. Ko'ygining xato emas, lekin xato o'ylayapsan. U xili cho'ng akishgan-ku, dedi Shamsiya tushunmagandek. Ko'ribsan-ku, mana. Biz yaqin do'stlardan, ammo ikkimizning o'rtasida sen o'ylagandek munosabat yo'q. Amsa o qandaq munosabat? Dilara bir oz gangirab qoldi. Ular o'rtasidagi munosabat sevgi munosabati emas. Aqsingillik munosabatimi emas. Esingda bo'lsin Dilara. Qiziqlar o'rtasida do'stlik munosabati mavjud bo'lmaydi. Men seningdan sal ansirab qoldim. Nimaga ansiraysan? Qarasam o taxminan 30 yoshlarda bor bir erkan. Uning aniqla oilasi bor. Eng bo'lmagandimi? Cho'qim to'y qilib bo'lgan. Bundaqlar qiz keltirishda tajribali keladi. Uning aniqla oilasi bor. Eng bo'lmagandimi? Cho'qim to'y qilib bo'lgan. Bundaqlar qiz keltirishda tajribali keladi. Seni aldinib qolamdikin deb ansiraydi ekanman. Xotirjam bo'l. U undaq erlardan emas. Sen uningga shundaq ishonamsan? Albatta. Mana. Bu darajada uningga ishonganingning o'zimi bir xatarning borligini bildirib turadi. Jinim do'stim. Men seni muhabbatlashgan deyman. Tangdimatlik yigitlar bilan aralashib yurgan deyman. Lekin sen aralashgan o hargizmi bo'lmaydi. Hay, sen ne bilan xiyol qilib ketding? Sen go osonlikcha erimaydigan muz. Lekin men ishqinglarning ashu paranglashgan, billa o'ltirgan, ichimlik ichayotgan holatingga qarab, sening oningga bo'lgan muomalangning boshqa o'g'illarga qilgan muomalanga o'xshamaydiganligini his qildim jonim. To'g'ri his qilibsan. Men taniydigan erlarning hech qaysisiga o'xshamaydi. Men oningga o'xshamaydigan muomala qilaman. O bek yaxshi dedi Dilara. Hamda ikkisining tonishish va hozirgacha aralashish jarayonlarini Shamsiyaga qisqacha so'zlab berdi. Mana demadimmi? Agar o senda shunday bir tuyg'uni paydo qilish uchun yoki senga telefon qilish absiz bo'lganligi uchun, seni o'z turmushiga hozirgacha so'rab kirmaslik uchun sening telefon nomeringni so'ramagan. Ammo nomeringni so'ramagan bo'lsa-mu, sizlarning shunchalar cho'ng Shanxayda hech qanday aloqasiz, tuyuqsiz uchrashib qolishinglar nimani ifodalaydi? U cho'qim sening peyingda yurgan gap. Bekor gap qilma.
Her qancha bo'lsa-mu, savdo bilan shug'ullanayotgan aldirash bir odam mening keynimdan yurmas. Ondaqda ikkimizning tunji qatam yomg'irli kunda uchrashib qolishimiz-ku. Andin Ürümçi aerodromida ko'rishib qolishimizmi? Uning o'rlashtirishimidi? Yo'q. Shu qatimligi ham ikkinchi qatimligi o'ras. Lekin uningdan keyingilarning rost ekanligiga toza ishonmayman. Sen yigitlar bilan to'la aralashib, gumonxo'r bo'lib, sezgirliking eshib ketibdi. Dedi Dilara uni rad qilib. O degan gumonxo'rlik emas, normal sezgirlik. Acaba uning ta hozirgacha sening telefon nomeringni so'ramasligini sen normal deb qaramsan? Buning qayeri normal emas. Hay, sen bek sada bo'lg'ashqa. Endi tasodifiy uchrashib qoldik degan tuyg'u paydo qilish uchun, oilasi bo'lganligi uchun, balkim sening o'ylamagan chaqlarda telefon qilib selishingdan, uning oilasiga parakanchilik selishingdan ansirab so'ramagan bo'lishi mumkin. Agar gapimga bak ishonmasang, kelar qatim uning telefon nomerini so'rab baq. U telefon nomerini asonla aytib beramdi yoki bahona sababga o'stamdi. Sana ishonmaganim emas, lekin sen rostilla ortiqcha o'ylayapsan, dedi Dilara samimiylik bilan. Ahvolning sen degandek bo'lishini menmi umid qilaman. Deganlaring to'g'ri chiqsin. Menmi xotirjam bo'lib qolaman, dedi Shamsiya. Menga ko'ngil bilginingdan xush bo'ldim, adash. Eng oxirgi gapim, mayli qandaqligi bo'lishidan qat'iy nazar, endi uning bilan uchrashib qilish sana nasib bo'lmasin. Meningcha u bo'lmaydigan er. Dilara bir nima demadi. Qandaqli bo'lmasin, Shamsiya uningga ko'yinib, uningga ko'ngil bilib so'zlayotdi. Shamsiyaning nazarida Sherzod intayin nachar er. Uning Dilaraga qilgan muomalasining hammasi saxta, ishongujilki yo'q. Bu qitim garchi Dilara Shamsiyaga izchil raddiya bergan, Sherzodni oqlab chiqqan bo'lsa-mu, lekin ko'nglida rost shundaqmidi? U meningdan maqsadlik foydalanayotganmidi? Aldayotganmidi? deganlarni o'yladi. Demisimu Sherzod xuddi musha atrofni aylanib yurgandek, davomliq Dilara maktab darvozasidan chiqqan hamon uning bilan tuyuqsiz uchrashib qoladi. Shunchalar cho'ng Shanxayda emas, hatto musha maktab ichidami alohida izlamasa, birasini necha oygacha topqili bo'lmaydi. Tasodifiy uchrashish rostmidi? U meni aldayotganmidi? Bularni o'ylaganida Dilaraning ko'ngli yerim bo'ladi. U hozir Sherzodga bakla amroq edi. Uni necha kunlik ko'msa ko'gisi keladi. Yumurliq, kulkilik gaplarini pat-pat asga oladi. U undaq odam emas, deb o'zini to'xtatdi Dilara. U tanishgan kunidan tortib ta bugungacha ikkisining birga bo'lgan chaqdagi barliq gap so'z, ish harakatlarini aslab chiqib, biror ishidimi meni aldayotgan, mendan foydalanayotgan yoki meni qo'lga keltirmoqchi bo'lgandek tarafini zodala his qilolmadi. Hamma ishlar shunchalik tabiiy. Qandaqmi yolg'on bo'lsin? Shundaqdimi yana bir qitim Sherzod bilan uchrashib qolganida Shamsiyaning aytqani bo'yicha uning telefon nomerini so'radi. Hozirgacha telefon nomeringizni so'rayapman. Menmo so'rishingizni saqlab turgan edim. Telefoningizga kirgizib beray, dedi u tabiiyla, hamda Dilaraning telefoniga o'z nomerini kirgizib qo'ydi. Endi yaxshi bo'ldi. Tuyuqsiz uchrashishni saqlashning hojati qolmadi. Qachon vaqtingiz yetsa, qachon mening yordamim lozim bo'lsa, menga telefon qilavering. Saqlab turguncha siz so'rasangizmi bo'ladi-ku? Men oilasi bor odam. Siz degan o'quvchi. Sizga ta'siri bo'lib qolmasin.
Onun samimiyligidan Diloraning ko'ngli so'yinib ketdi. Shamsiyaning ziyoda gumonxo'rligiga chin bitdi. Sen ortiqcha o'ylab ketibsan, dedi u Shamsiyaga maktabdan qaytganida. Oningdan telefon nomerini so'radim. Hech bir tartishmayla nomerini mening telefonimga kirgizib berdi. Hamda qandaq vaqtda men hojatingiz tushganda telefon qilavering dedi. Bu qandaq bo'lib ketgani amdi? Dedi Shamsiya o'zining peshonasiga yenik shapaloqlab qo'yib. Acaba u rostilla hech bir tamossiz oliyjanob ermi? Albatta shundoq. Uning hamma nimasi tal tursa, mendan nimani kuta? Men bilan aralashgan birisi, erkish degan foyda chiqmaydigan yerga bir siqim gazirnimi bekorga chashmaydi degan. Men sana shundoq dedim-ku, u boshqa erlarga o'xshamaydi deb. Lekin u mu bir akishi-ku? Dedi Shamsiya g'o'dirab. Ish qilib, menga xuddi jahondagi erkishlarning hammasi o'xshashdekla bilinadi. Deganing-ku to'g'ri. Burun men shundoq o'ylaydim. Dadamning opamga va'da berishlarini, menga va'da berishlarini, yana va'dasida turolmay, aroq ichishlarini ko'rganimda, erlarning hammasi o'xshash, saqtipas, va'dasida turmaydi. Men hargiz to'y qilmayman deb o'ylaydim. Mana o'xshamaydigan erlarmi bor ekan? Menmi ishlaringga aralashib olmay, lekin jinim do'stim, meningmi arzuyim. Seni ziyon tortib qolmaskan deyman shu. Ish qilib o'zingga ehtiyot qilasan. Shamsiya amdi uningga yana nim deyishni bilmagan edi. Ha rost, uning oilasi bormi ekan? Oilasi bor ekan. Demadimmi? Shundaqligini bilgandim sadi. Bu yoshdagi erlarning oilasi bo'lmasligi tas ish. Ish qilib, men yanala uningdan ehtiyot qilishingni umid qilaman. Ma'qul, deganingdek bo'lsin, dedi Dilara do'stini chin quchoqlab. Sening deganingdek qilaman. Men cho'qim har bir qadamimda ehtiyot qilaman. Endi Dilara bilan Sherzod tasodifiy uchrashishni saqlamasimi bo'ladi. Sherzod hamisha Shanxayga kelib ishlari bitgan hamon Dilaraga telefon qiladi. Ikkalan ko'rishib, billa tamoq yeyishib, billa aylanib kelishadi. Dilara'ningmi ba'zida uni ko'gisi, ovozini anglag'isi kelib qoladi. Ammo u oillik bir er. Mening sababimdan oilaviy munosabatga ta'sir yetmasin deb zodila telefon qilmaydi. Sig'natdi-yu, sig'inganligiga tan bermaydi. Yozliq ta'tilda opasiga hamroh bo'lib, uzoq bir ta'tilni uyda o'tkazdi. Ko'pincha hollarda cho'ng uyga berib, farzand o'tida kul bo'lgan bovay momaylarga hamroh bo'lib, ularning azobini yeniklatish uchun tirishadi. Kashqurunlari opasi bilan o'stang bo'yda salqinlig'ach aylanib kiradi. Olimdan ayrilgandan bo'yan yolg'izlik azobida qiynalgan ona qizidan bir minutmi ayrilishni xohlamaydi. O'qishingiz pishsa, mushundaq yashaymiz. To'yingizni qilsam, nevaralarimni beqib bersam, zerikishmi yo'qaydi, deydi u. Dilara ortiqcha bir narsa demaydi. Ammo uning jurtiga zodiliq qaytqisi va bu yerda yashag'isi yo'q. Boshqalarning uni orqasidan anglatib turib, hiliqi zahar chekadigan olimning qizi deyishlarini anglab yashag'isi yo'q. Ammo buni opasiga qanday tushuntirishni bilmaydi. Uningcha bo'lganda, u bu yerdan qancha jiroq ketsa, shuncha yaxshi. Chin yerga kelganda opasini billa ep ketib yashaydi. Akşam bankadagi xalcham telefon qilibdi. Balalarni elib billa tamoq yeb kirayli deb tamoqqa taklif qildi. Sizni cho'qim kelsin deydi, dedi opasi bir kuni. Xalcham degan kim? Men ya uni tonimasam. Ha, bir o'g'li Shanxayda o'qiydi ekan-ku. U dahi Shanxayda siz bilan ko'rishibdi ekan.
bak chiroyli, bak o'ngli qiz bo'pti deb maqtab berdi. Ha, Qaysarning opasimi? Shu, esim qurisin. Men bormayman apa, o'zingiz berib keling. Nemishqa amdi? Qizimning vaqti bor deb va'da beribdiman ularga. Billa borayli-chu. Apa, bormasligimning sababi bor. To'g'ri tushuning. Rostilla bormayman. Abla qizni. Endi nima deyman ularga? Cho'ng opasining tuyuqsiz mijozi yo'q, shu yerga ketdi-dang. Apsi Dilarani qoyil qilmaydiganligiga ko'zi yetdi. Aniq bilmasimi, ko'nglida nimalarnidir o'ylab ulgurdi. Cho'qim Dilara bilan Qaysarning o'rtasida kelishtirgili bo'lmaydigan bir ziddiyat bor deb o'ylab, baldir va'da berib qo'yganiga pushaymon qildi. Tamoqdan qaytib kelganda Xo'shal qaytib keldi. Xalchamning bak qizg'in kutib olganini, Dilaraning bormag'ini uchun afsuslanganini, o'g'lining shunda qamlashgan adablik cho'ng bo'lganini, Xalchamning gap arliqida Dilarani kelin qilib olish arzusini portib o'tganligini dedi. Siz qanday o'yladingiz, apa? so'radi Dilara. Ular o'zimi obdan odamlar. Ularni burundan bilaman. O'g'linimi yoqtirib qoldim. Agar mijozinglar chiqishib qolsa, menmo shundaq oila bilan quda bo'lishni xohlayman. Lekin bu mumkin emas, apa. Har qanday odamning uyiga kirsam mayli. Lekin dadamni haqorat qilgan ondaq oilaga hargizmi dasimayman. Dilara oliy maktabga yangi borgandagi ishlarni, Qaysarning opasining dadasini nima deb haqorat qilganini, shundaqdimi Qaysarning o'zini ta hozirgacha izchil qo'g'lashayotganligini, ammo o'zining ko'nglining bakla sovib ketganligini aytib berdi. Amaliyotda dadingizning chekidig'ini rost. Buni ig'ir olmasingizmi bo'ladi? dedi opasi. Yo'q, apa. Men kishilarning dadamni haqoratlashiga chidab turolmayman. Bu degan amaliyot. Hargiz haqorat emas. Onaning Dilaraga qarab ichi serildi. Qizining nozik ichki dunyosini tushungandek bo'ldi. Atsi Dilara cho'ng opasining uyiga manganda Qaysar ularning darvozasi oldida paydo bo'ldi. Tinchlikmi Dilara? dedi u muloyim holda. Yaxshi, o'zingmi yaxshimi? dedi Dilara mengishni to'xtatmay. Qaysar uningga agashdi. Ular yondashib mangdi. Tunigin qasdan kammiginingni bildim. Onchilik bag'ri tashliq qilib ketmagan Dilara. Bilaman. Sen ayni chaqda opamdan ranjigan peti u ishni ko'nglidan chiqarmayapsan. Shundaqdimi, mening hissiyotimni o'ylashib qo'y. dedi Qaysar bechoralarcha. Bilgan bo'lsang yaxshi, Qaysar. Sening ko'nglingga azor bergim yo'q. Ikkimizning ishi bir boshqa chiqmaydi. Avar bo'lmag'in. Nemishqa Dilara? Opamning ashu bir ig'iz gap uchunmi? Xatoligini tunidi. Atayin sendan ko'ngil so'rash uchun taklif qildi. Sen unimi qabul qilmading. Bu seningcha shunchalik erimaydigan ishmi? Uncha tosh yuraklik qilma. Balkim sizlarga oddiylik to'yilishi mumkin. Ammo u menga oddiy ish emas. Eng yaxshisi, Qaysar, bir-birimizni azoblamay, ozoda yashaylik. Meni afu qil. Sana ma'qul deyolmayman. dedi Dilara qat'iy talaffuzda. Bo'pti. Yelimi 3 yildan beri sen uchun, sening oldingda xatoligimni tuzitish uchun qilmaganim qolmadi. Nima uchun? Seni suyatdim Dilara. Rost. Burundillah. Bo'ldi Qaysar. Endi bu gaplarni deyishmayli. Bo'lamdi. Shu topda Dilaraning ko'ngli yerim edi. Balkim o'tirda ashu gaplar bo'linmaganida ikkisi xo'ymi qamlashgan bir juftlar bo'lib qolishi mumkin. Ammo
amal yo'q. Rastlı mushundoq yaqlashtiramdiq. Dilara, rastlı mushundoq yaqlashtiramdiq. Qaysar yana bir qitim o'tinish talaffuzida uningga qaradi. Kechirgan Qaysar, bizda boshlanish bo'lmagan, oxirlashma bo'lmaydi. Dilara faqat shunula deyaladi. Bo'pti. Baxtli yashagan. Endi seni hargiz ovora qilmayman. Qaysar eng oxirgi qitim Dilaraga bir qarab etgandan keyin orqasiga o'rilibla ketib qoldi. Dilara ochiq ichida yenik o'ksinib qo'ydi. Ba'zi ishlarga zodala amal yo'q. Orqaga so'rashning foydasi yo'q. Shunda qatamal munosabatning davomli mavjud bo'lganidan vaqtida oyoqlashqini yaxshi. U Qaysargami, Dilaragami foydali. Qaysarning nachar emasligini Dilara biladi, ammo uni suymaydi. Mushu ta'tildimi u pat-pat Sherzodni aslab turdi. Telefonni qo'lga necha oldi-yu, uning turmushiga ta'sir yetkazmaslik uchun telefon qilmadi. Masalan, telefonmi qilay deyli, uningga nima deyman? Bizning deyishgidek nima gapimiz batdi, deb o'yladi. Sherzodmi xuddi bu uzoq 2 oylik ta'tilda suvga cho'kkan toshdekla g'oyib bo'ldi. Hatto bir qitim uchirqibmi qo'ymadi. U burunla shundoq edi. Faqat uchrashqisi kelgandala telefon qiladi, uchrashadi. Bir qitim uchir yozgan emas. Ammo u chaqlarda pat-pat uchrashib turgani uchun u Dilaraga boshqacha bilinmagan edi. Ammo bu 2 oyda Sherzodning o'z hayotidan birdilla g'oyib bo'lishidan xafa bo'ldi. O'zini tashlab etilgandek his qildi. Ammo yana o'yladi. Men uning nemasi? Uning mendan hal so'rash majburiyati bormi? Mening uningdan ranjiydigan nima salohiyatim bor? U menga ochiq aytgan. U oilasi bor bir er. Uning telefonini kutganim, uni seg'inganim va hayotimdan yo'qdi deb ranjishlarimning hammasi xato. U oilasi bor bir er. Uning telefonini kutganim, uni seg'inganim va hayotimdan yo'qdi deb ranjishlarimning hammasi xato. Shamsiya to'g'ri aytgan. U bir oilasi bor er. Uning men bilan aralashib o'tgani amaliyotda to'g'ri emas. Dunyoda sababsiz hech ish bo'lmaydi. Cho'qim uningdan o'zimni tatay. Shunda hayratga kelgan Dilara oxir maktabga qaytish oldida Sherzodning telefon nomerini qora tizimlikka tiqavatdi. Dilara Shanxayga kelib, atsila notanish bir nomerdan telefon keldi. "Voy, yaxshimisiz?" deb telefonni oldi Dilara. "Yaxshimisiz Dilara? Men sizni maktabning oldida saqlab o'taman." Bu Sherzodning ovozi edi. U azaldan Dilaradan ko'rish uchun vaqti bor yo'qligini so'ramaydi. Uning ovozini anglabla Dilaraning gumon ham qaydash hissiyotlarining hammasi biroqla g'oyib bo'ldi. Dilara usta-beshini ancha-muncha tuzashtirib maktab oldiga chiqqanida Sherzod uni saqlab o'tadi. "Ta'til kunlaringiz ko'ngilli o'tdimi?" deb hal so'radi Sherzod. U Dilaraga shuncha uzoqdan beri nimishqa telefon qilmaganligi haqida hech qanday tushuncha bermadi. Dilarami uning shunday qiladiganligini biladi. U azaldan qilgan ishini ortiqcha tushuntirib o'ltirmaydi. "Menmi yaxshi turdim, o'zingizchi?" "Ishlarim yana burunqidek. Qoyida Shanxayda, qoyida Urumchida savdo ishi bilan yurayman. Shanxayda sizning yo'qligingiz bilindi shu. Sizni bakli ko'gim keldi."
gap Diloraga nurg'un shirin gaplardan o'ta tatliq bilindi. Tamoq yeb kelaylik, dedi u. Maktab darvosida uzoq turish bir xil be'ab edi. Xeylilar kashqirib qolgan bo'g'ashqa Dilora Shirzodning boshqa yerga berib tamoq yeyish taklifini rad qildi. Yaqin atrofdagi oshxonalarda yeylik-ku. Diloraning taklifi bilan ikkalan maktabdan ancha jiroq bo'lmagan joydagi kichik bir oshxonaga kirib o'ltirishdi. Tamoq yeyish jarayonida Shirzod faqatla Diloraning nima uchun o'z nomerini qora tizimlikka kirgizayotganligini so'ramadi. Hamda o'ziningmi nimishqa boshqa nomerda telefon qilganligini aytmadi. U shunchalik tamkin va ozoda edi. Lekin Dilora burunqidek ozoda bo'lolmadi. U qizning qalbini 100% tushundigandek, uning nimishqa bundaq delg'ul holatini bilgandek, tamkin, ig'ir besiq holda qizg'inlikqa to'lgan so'zlar bilan Diloraning qalbini yana asta-asta o'ziga moyil qilib oldi. Tamoqdan keyin Shirzod uni darvoza oldigacha agab qo'ydi. Ata, Urumchiga qaytaman. Bugun sizni ko'rib olish uchun turib qoldim, dedi Shirzod. Dilora ular ayrilgandan keyin yotoqqa kirib yetib, uzoqcha tinchlanmadi. U Shirzod bilan davomliq aralashib yurishning to'g'ri emasligini his qilib yetgan edi. Lekin uningdan o'zini qandoq tortishni bilmaydi. Bu munosabat yana qachongacha mushu yo'sinda davomlashadi? Buningga bir narsa demak tas edi. Yana uning bilan davomliq aralashaverish Diloraning patqoqqa texmi cho'nqurlab kirishidan derak beradi. U oilasi borlig'ini Diloraga burulla aytdi. Burulla hech narsani yo'shirmadi. Ular musha bo'yicha uchrashib yuraversa, ular o'ttirisidagi hissiyot bag'ansir cho'nqurlashib, hamon bir kuni ayrilmaydigan darajaga yetib, hamon bir kuni deyishmaydigan gaplar deyiladi. Hamon bir kuni bo'lishga tegishlik bo'lmagan ishlar yuz beradi. U chaqda Dilora kimga aylanadi? Yo'q. Dilora, endi to'xtab qol. Endi uning bilan bo'lgan barliq uchrashish va munosabatlaringni o'z. U o'ziga shundoq deb buyruq qildi. Ammo bu munosabatni qandoq to'xtatishni bilmaydi. Uning telefon nomerini qora tizimlikka kirgizib baxdi. Ammo u yana boshqa nomerda telefon qildi. Hatta bu nomerni qora tizimlikka tiqavasiz-ku. Yana boshqa telefonda telefon qiladi. Yoki ular yana burunqidek tasodifiy holatda bir yerlarda uchrashib qoladi. Uning ovozini anglagan, uni ko'rgan o'sha minutlarda Diloraning uni rad qila olishi bakmo tas. Dilora endi yana muzika uyidan chiqmas bo'lib oldi. U qalbining cho'nqur qatlamlaridagi kishiga aytqili bo'lmaydigan dard hasratlarini, munglarini, seg'inish, bezor bo'lishlarini, qiydashlarini muzika orqali chiqarmoqchi bo'ldi. Faqat muzikaning sehrli ovozila uning eng yaqin sirdishi va dildishi bo'la oladi. Uning tinsizlangan, bearam bo'lgan, tilg'inayotgan yuragini sehrli qo'llari bilan papilaydi. U muzika chelishga amroq edi. Muzika ichiga cho'nqurlab kirganida hammani unutib ketadi. "Nim bo'ldi sana?" dedi uni izlab kirgan Shamsiya bir kuni. "Yana muzika uyidan chiqmaydigan bo'lib olding-ku. Ajabmi tasdi topdima seni? Ya telefon qilsam olmaysa?" "O'chakka kirdim", dedi Dilora kulib turib. U rastilla sirtqi dunyo bilan bo'lgan munosabatini asosan o'zgan bo'lib, opasidan boshqa har qanday odamdan kelgan telefonni olmaydi. Har bir qitim notanish nomerdan telefon kelganda, uning yuragi telefon bilan tang dir-dir titraydi-yu, ammo
o'zini qattiq kontrol qilib oladi. Bu xil holatga qancha uzungacha bardoshlik berishni bilmaydi. Qachongacha bardoshlik bera olsam, shu chaqgacha shunday qilaman deb o'ylaydi. Maktab ichidan sirtqa chiqib boqmag'ilimi xiyla bo'lgan edi. Uning bilan ayrilib ketdinglarmi? So'radi Shamsiya. Kimni deysan? Eliqa oilasi bor akishi-chu? Undaq gaplarni demasang-chu? Bakli sat anglanadigan quloqqa. Uning bilan hech qanday munosabatim yo'q. Yaqindan beri ko'rishmadim shu. Bak yaxshi qilibsan. Mushundaq qila oladiganligingga ishonatdim. Dedi Shamsiya xushal bo'lib. Haras, seni bir ish bilan izlagandim. Nemish? Tönögün Qaysar telefon qilibdi ekan. Uning aytishicha, Beijingda o'qiyotgan savodoshlarimizdan ikkisi, Eliqa Aynur bilan Dilshatlar bor-ku. Shular necha do'sti bilan davlat bayrami mazgilida Shanxayga o'ynag'ili kelmoqchi ekan. Ular ataydan ikkimizni so'rabdi. Biz bilan ko'rishkisi bor ekan. Shunga Qaysar menga dedi, Dilara bilan ishkinglarmi davlat bayrami mazgilida 1-2 kun ularga hamroh bo'lishga vaqtinglar chiqarmi deb. Men ma'qul deb qo'ydim. Savodashlarimiz atay tanjiraqdan keladigan emasmi? Billa berib kelayli ha? Davlat bayramiga necha kunlik qolgan edi. Dilara to'liq o'tirdi billa o'qigan savodashlarning nechasining Beijingda o'qiydiganligini biladi. Ba'zilari bilan ta'tilda ko'rishgan, ba'zilari bilan ko'rishib bo'lmagan. Bo'libmi Aynur bilan xeyli obdan o'tadigan bo'lib, bu ta'tilda Aynur oilasidagilar bilan sayohatga kelgashga, uning bilan ko'rishanmagan edi. Atayin shu yerdan kelsa, oldiga chiqmasimi yaxshi bo'lmaydi. Ma'qul amsa, ikkimiz birga boraylik. Sening mushundaq ma'danligingni bilib, sening o'rningda javob berayotgandim emasmi? Dedi Shamsiya kulib turib. Sizlarchu, ablikim bilan ishkinglar yaxshi yetayotgansizlar. Bayramda u seningdan ayrilishga ko'namdi. U biz bilan birga boray qachon? Uningdan ayrilib ketadigandak turman. Dedi Shamsiya sal tushkun ovozda. Voy, nima da'vatsan amdi? Bir obdan o'tib o'tatdinglar-ku. Uning qizlar qo'ydigan talabi bak kuchlikkan. Uning talabiga yetib olamaydigan o'xshayman. Shunga sal ansirab qoldim. Qaysi jihatdagi talabini deysan? Axloq talabi. U sening o'tmishingni, shuncha ko'p yigitlar bilan aralashganingni bilib turib seni qo'g'lashgan bo'lgandikin, sening o'tkazib qo'ygan savallikingni cho'qib kechiradi. Eng yaxshisi, uning bilan ayrilib ketma. Sadi sanga shunday bir qattiq talab qo'ydigan yigit chiqadigan yerga kelgan. Ablikimning shunday bo'g'ini sangami foydaliq? Endi o'tmishingni uningga ayt. İşlarning baştala samimiy boshlangani yaxshi. Seningcha u o'tmishimni qabul qila olami? Navada u rostala seni haqiqiy yaxshi ko'rsa, cho'qim sening o'tmishing bilan hisoblashib o'ltirmaydi. Balki kelgusinga mas'ul bo'ladi. Uningdan yoshirib dakki-dakkida jirginingdan bir hisobda da'vatganing tuzuk. Daveti shunchalik osonmi deb o'yladi Shamsiya. Apsi, eliqi tunja yigiti, ham o'zidan boshqa hech kim bilmaydigan 3 kishilik maxfiyatlikni, hatto Dilarami bilmaydi. Shunga u ishni oddiy chaqlayotdi. Bu unchalik oddiy ish bo'lsa, Shamsiyami qo'rqib shirmagan bo'ladi. Uningga sening ko'ngling bormi yo'q, Sadi? Uningga bir narsa deyolmayman. Sen tehi dilingni haqiqiy titirtadigan chin muhabbatga erishib baxmabsan. Boshqalar bilan muhabbatlashdim deganing bilan hammasi suning ustidagi ko'pikdek o'tkinchi muhabbatkan. Birini chin shirikingdan sevganingda
onunğa hergiz hazırqadek muamele qilmagan bo'latdi. Shundaqmi? Ondaqda shu chin muhabbatga zada qachon uchiraman? Mening yurak tarimni chekadigan shu oq atliq shahzodam nadada? deb kuldi Shamsiya. U birdamdala bayatınqı ruhiy holatdan qutulgandek edi. Manga shundaq bir kun hamon keladiganda, bu ishlar uchun aldirab afsuslanib ketmay amsa. Bu ikki do'st chaqchaqlashganicha yotoq binosiga kirib ketishdi. Aradan 2 kun o'tmayla Shamsiya Oblikim bilan ayrilib ketishganligini aytdi. Nemanchi tez? dedi Dilara hayron bo'lib. Sening deganing bo'yicha uning oldida samimiy bo'lmoqchi bo'lgandim. Gaplarimni chala bo'la anglabla, oxirini anglashga mutaqat qilmay, sizni bunchalik emasdir deb o'ylabdiman. Bo'shqingizda buzilib ketibdikansiz. Deginicha ketib qoldi. Bo'pti. Bir bo'lsa seni bak yaxshi ko'rganlikdan, burunqi muhabbatlaringdan kunlagan gap. Bundaq bo'lganda o'zi chidamay seni izlab keladi. Yana biri seni haqiqiy yaxshi ko'rmaydi. Bundaq bo'lganda seni qayta izlamasligi mumkin. Uningga azroq vaqt bergin. O'zi o'ylanib qaror chiqarsin. Endi sen telefon qilma. Izlabmi borma. Bir mezgildan keyin bir gap bo'ladi. Bek achchig'im keldi. Endi uningga zotili gap qilmayman. Tehi achchig'imda yana birsini tepib olishim mumkin. dedi Shamsiya bo'ynini to'lg'ab. O'g'il bola deganmi shundaq bo'lamdi deyman. Albatta, g'ururliq yigitgan. Asli yigitlar g'ururliq bo'lishi, qizlar bilan aralashganda chekdan oshgan talablarni o'tirg'a qo'ymasligi, qizlarga mas'ul bo'lish kerak. Hay, seningcha shundaq o'g'illarmi bormidi? Ba, ana Oblikimmi, agar mas'uliyatsiz bir yigit bo'lsa, sening o'tmishing bilan nima kari? Bir mazgil ko'ngil xo'shi uchun aralashib, ondan ketib qolatdi. G'ururliq bo'lg'ashqa, senimi barliqi menga tava bo'lsa bo'lmamdi deb chidamabdi. Ha, ishini qilsin-a. Endi uning chiroyiga qaramasmana? dedi Shamsiya ta'tir qarab. Aldirab baho berma. Bo'lsa Oblikimni kut. Uning o'ylanishi uchun vaqt ber. Bundaq yigitlar kundan kunga oslab ketyotadi jumu, keyin izlabmi topolmaysa. Baribir ikkimiz maskanmigidakmiz, dedi Shamsiya. U tehi yuragini tashdek besib turgan maxfiyatlikning uchini chiqarmagan. Bir necha yigit bilan aralashganimga shunda qilib ketsa, tasodifiy u ahvolini bilsa, o'livog'idak. Eng yaxshisi uningdan vaqtida o'zimni tatay. Bu keyin tugmas ko'ngil og'rig'i tatgandan ming yaxshi. Uning 16 yoshidan boshlab aralashgan yigitlarini o'zimi sanab bo'lmaydi. Ko'nglidagi azobini yengiltish uchun mushundaq o'ynab yuradi. Baribir men o'ynamagan o'yin qolmadi deb o'ylaydi u. Sen menga o'xshamaysan, Dilara. Ta hozirgacha bir yigitga qo'lingning uchini tutqizmay, o'zingni marvoyitdek pak saqlab kelding. Ba'zida qarasam, sana havaslanib ketaman degina. Qandaq taylaylik bir yigit keltirib ola seni deb. Ay, nima degan baxtliksan. Dilaraning yodiga yana Shirzod keldi. Agar oilasi bo'lmagan bo'lsa, Dilara uchun yosh farqi hech nima emas edi. Lekin bu agar yanada mavjud. Uning oilasi bor. Uni unutay, unutib ketay. Dilara yenik xursinib qo'ydi. O'zini qanchalik ko'rsatmagan sari uni shunchalik seg'ingan. Uningdan yiroqlashiman deb hissiyot jihatda bag'ancha yiqilib ketgan edi. O'zini tizginini tortib turadi-yu. Bu oilasi bor erni haqiqatan yoqtirib qolgan edi. Buning oqibati yoki judolikdan, yoki bir oilaning buzilishidan boshqa narsa emas edi.
yana kelib, u mayli qaysi xil oqibatga duchor bo'lsin, bir umr xo'shal yashayolmaydi. Shunga uni unutib ketishga tirishayotdi. O'z-o'ziga uni unutay deb madad beradi. Lekin Dilara bayramdamo ko'ngillik juramadi. Natonish bir nomerdan kelgan telefon uni to'xtamay parakanda qilib turdi. Xuddi Sherzod uningga o'z telefonlar orqali "Siz qayerda, Dilara? Men sizni seg'indim" deyotgandek. Garchi Dilara natonish nomerlardan kelgan telefonni birdek olmagan bo'lsa-mu, ammo ko'ngli xotirjam bo'lmadi. Beijingdan Shanxayga qiz o'g'il bo'lib 8 do'sti o'ynag'ili kelgan edi. Shanxaydagi saboqdoshlar ular bilan qo'shilib, bu necha kunda puxadan chiqqidek o'ynadi. Ular birlikda bog'chalarga berishdi. O'yinchiqlarni qangacha o'ynadi. Dengizga chiqishdi va bir kun ertadan kechgacha dengiz manzarasidan huzurlandi. Kechlarda klublarga berishdi. Asabiylarcha o'ynab, ko'ngil aytishdi. Lekin Dilara boshdan oyoq og'zida kulib yurganda qilg'ini bilan kayfiyatini zodali ko'taramadi. "Voy Dilara, echilib yurgina" deydi Shamsiya ba'zida uning yeniga kelib va ba'zida uningga shu ma'noda ko'z qisatdi. Dilara uningga kulimsirab qarab qo'yatdi. Dilara rostilla erkin bo'lolmadi. Xiyolini Sherzod egilib-olgandek qiladi. Bo'lmasa, uningga yepishqanlarmi chiqqan, ko'zi tushganlarmi chiqqan. Garchi Qaysar o'z gapiga amal qilib, alam bilan uningdan bir oz orliq saqlab yurgan bo'lsa-mu, kelgan yigitlarning ichidagi Ali ismli bir yigit Dilarani birli ko'rib yoqtirib qolgan edi. Uning Dilaraga yepishqan edi. Uning Dilaraga yepishqan edi. Sal uruq, egizrak kelgan, oq yuzlik, sag'ut sochlari tabiiy to'lqinsimon bo'dara. Nurliq ko'zlari kishiga yiqimliq va muloyim tuyg'u beradigan bu yigitga Dilaramo amroq bo'lib qoldi. Ular qayerga bormasin, u hamon Dilaraning sodiq qo'g'dug'uchisidek uning yenida edi. Bo'libmi dengizga chiqqan kuni ikkisi paraxod palobesida yonma-yon turib, cheksiz ufqqa qarashganicha uzoqcha paranglarni selishdi. "Men dengizga bek amroq. Qarasangiz shunchalik timtas, muloyim, cho'nqur ham bepoyon. Ammo uning qahridan qo'rqish kerak." Deganingiz to'g'ri. Ba'zi shaylar mana shu dengizdek sirtqi ko'rinishi muloyim, ammo uning g'azbi tutganda tabiiy to'liq o'zgardi. Shunga shaylarning tashqi qiyofatiga qarash bilan birga moyitigimi qarash zarur. "Qarang, chayka!" deb hayajonlandi Dilara sakragunicha qo'llarini so'zib turib, quchib ketayotgan chaykani ko'ztib. Qizning bir san'at asridek nozik turqi Alini uningga yanama moyil qilib o'tdi. "Siz bilan davomli aloqalashib tursam deyman", dedi u jiraklik holda qizga. "Bo'ladi, paranglashib o'taylik", dedi Dilaram. Qiz parang bilan uning o'rimchida tug'ilib cho'ng bo'lganini, dadasidan kichik ayrilib, inisi bilan ikkisining opsining tarbiyasida cho'ng bo'lganini bildi. Ammo u Aliga o'z oilasi haqida hech nima demadi. Kashta klubga kelganda Ali xuddi uni boshqalar tansiga tortishdan ansirgandek bir musiqada ola qo'ymay uni tansiga tortib chiqdi. Ular to'limi yaqinda qilsa-mu, yigit xuddi bir gapi bordek, ammo deyolmayotgandek qiladi.
Dilara uning ko'nglini allaqachon tushunib ketgan. Uningcha bo'lganda bu yigitmi bo'ladigan yigit edi. Lekin Dilara shurikini yana tinglab baqdi. Lekin yigit bir qadam kechikib qolganligi uchun bu yigitga shurikidan o'rin berilmaydiganligiga ko'zi yetdi. Chaqchaq bilan gapni qochirib, uning ko'ngil sirini aytishiga fursat bermadi. Mana mushunda qilib ular Shanxayda 4 kun turgandan keyin qaytib ketishdi. Ali qaytish oldida Diloraga umid bilan qarab so'radi. Dilara, biz yana ko'risha olamizmi? Balkim ko'rishamasligimiz mumkin. Deb gapni uzdi Dilara. Undaq demang Dilara. Mening siz bilan ko'rishkim bor. Men yana sizni izlayman. Cho'qim. Eng yaxshisi avara bo'lma. Deb rad qildi Dilara. Siz uchun mangu avara bo'lsam kan deyman. Dedi yigit umid bilan. Qiz uning gapiga javob qaytarmadi. Amasi qaysi kuni deyishgandek, paranglashib o'ssaq-ku bo'la. Dedi u yana. Uning Dilaradan osonlikcha voz kechgisi yo'q edi. Dilara kulimsiradi. Yigit cho'nqur o'ksinganicha Dilaraning telefon nomerini so'rab olib, telefon qiladiganligini aytib ketib qoldi. Bayramning birinchi kunidan tortib toki oxirlashgacha uningga notanish bir nomerdan to'xtamay telefonlar keldi. Dilaraning ko'ngli to'ydi. U aniqla Shirzat edi. Dilarani chaqirib atdi. Lekin Dilara qalbidagi cho'nqur intizorligini ching besib turib, telefonni olmadi. Bayramning eng oxirgi kuni qo'shni yotoqdagi bir qiz eshikni chekib kirib, yotoq binosining oldida uni biraylarning chaqirib atganligini aytdi. Dilara ko'p o'ylab o'ltirmayla yotoq binosining oldiga chiqib, hayronlikdan dong qetib qoldi. Uning ko'z oldida qumush rangli esil kostyum burilkisi shunchalik yarashgan Shirzat qarab turadi. Dilara yoki oldiga mengishni, yoki orqaga mengishni bilmay turibli qoldi. Dilaraning tengirqab turgan turqiga qarab, Shirzat kulimsirganicha uning oldiga keldi. Sizni topolmay sarang bo'layli dedim. Dedi Shirzat. Dilaraning demig'i etishib, ko'zlari qizirib ketdi. Yig'lang'i qiz, yuring, sizni o'ynatib kelay. Dedi Shirzat uni erkalatgandek ohangda. Endi Dilaraning uni rad qilishga amali yo'q edi. U Shirzatga yondashganicha mangdi. Uning bu bir oydan buyanqi barliq tirishchanliklari Shirzatni ko'ribla uzil-kesil mag'lub bo'lib ketgan edi. Sizning ko'nglingizni to'liq tushunib turibdiman Dilara. Sizning mendan o'zingizni qochirishingizni-mi? Telefon qilsam olmasligingizni-mi? Telefon nomerimni qora tizimlik tiqib etishingizni-mi? Albatta to'g'ri tushunaman. Sizning qilganingiz to'g'ri. Amaliyotda men bir oilasi bor odam. O'z oilamga mas'ul bo'lishim kerak. Lekin men sizga nisbatan hozirgacha hech qanday g'ayri xiyolda bo'lganim yo'q. Tunji qaytim ko'ginimdan boshlab sizning boshqalardan farqlanib turadigan nazokatlik, go'zal, miskin turqingiz meni sizga qiziqtirgan edi. Keyin siz dadangizdan ayrilib qoldingiz. Mening sizga tasalli bergim keldi. Sizni tasirlatlarga mushundaqli yolg'iz tashlab etkim kelmadi. Biz mana mushundaq qilib davomli ko'rishib turdik. Barbara sizga amroq bo'lib qoldim. Xuddi o'zimning singlisiga amroq bo'lgandek. Ta hozirgacha sizga boshqa niyatda bo'lganim yo'q. Bundan keyinmi ham shundaq bo'ladi. Lekin sizni yanala pat-pat ko'rib tursam kan deyman. Faqat ko'rishib turishdan ortiq boshqa talabim yo'q. Mendan o'zingizni qochirmisiz bo'lamdi. Dilara, agar sizni ko'ramasam, rostili sarang bo'lib qolishim mumkin. Ishonamsiz? Meni va mening qilganlarimni to'g'ri tushunganingizga rahmat. Amaliyotda men sizni o'z akamdekli yaqin ko'raman. Ham sizga ishonaman.
lekin siz bir oilasi bor er. Keyincha mening sababimdan oilangizga ta'sir yetib qilishidan ansirab o'zimni ep qochgandim. Bu taraflardan xotirjam bo'ling. Men barliq ishlarni joyida olib boraman. Hech qanday masala chiqmaydi. Mendan qochmaslikqa va'da bering. Dilara, qarang, 2 oy ta'tilni qancha test o'tkazdim. Shunchalik telefon bagim, hol so'rag'im, ahvolingizni bilgim keldi. Tasalli bagim keldi. Ammo sizning turmushingizga ta'sir yetkazib qo'yishni xohlamadim. Opasining oldida til qisinchiligiga qanmasin dedim. Ta'til oyoqlashib, Shanxayga qaytib keldingiz. Sizni ko'rib, Dilarani amda topdim deb o'ylagan edim. Ammo bir oydan oshdi. O'zingizni zodili ko'rsatmadingiz. Bu kunlarni qanchalik ansirash ichida o'tkazganligimni bilamsiz. Sizni og'rib qolganmidi deyman. Tamoq yemaganmidi deyman. Uyqusiz qolganmidi deyman. Rostilla bak ansiradim. Faqat ko'rishgingiz bo'lmasa, mushunchalik ahvollaringizni bilib olsam yetarlik. Buningdan ortiq talabim yo'q. Dilara uning hissiyotga to'lgan so'zlaridan to'liq ta'sirlandi. O'zining ortiqcha o'ylab ketganligidan xijil bo'ldi. Faqat oshiq-mashq bo'lishla shartmidi. Aqsingil bo'lib o'ssimi bo'ladi-ku. Men haqiqatan kam aqlli qiptiman. Shaxsiyatchikanman deb o'zini aybladi. Shu kuni ular birlikda go'zal manzaralik joylarni arladi. Tushda birga o'ltirib tamoq yeyishdi. Tamoq yeyib, Shirzat qo'yun yanchig'idan bir tal qopchiqni chiqardi. U qizil ranglik duxov bilan qoplangan bu esil qopchiqni Dilaraning oldiga qo'ydi. Dilara, buni eling. Qaysi kuni bozor arlab etib ko'zim tushib qolgan edi. Qarasam, sizga maska kerak. Shuni olgan edim. Nima u? Ichib qarab yiqing. Dilara qopchiqni ostag'ini ochdi. Ichida intayin nafs ishlangan bir dona oltin zanjir turadi. Yo'q, men buni qabul qila olmayman. Bunda qimmatbaho sovg'atni olsam bo'lmaydi. Zeb-ziynatlarim bakla to'liq. dedi u. Albatta, sizning hech narsaga ojitingiz tushmaydiganligini men obdan bilaman. Lekin buni olmasangiz, men rostilla ranjiyman. Bu baq qimmatbaholikmi emas. Ya'ni kelib, ikkimizning do'stlik oldida bu hech nima emas. Dilara to'liq tanglikda qoldi. Ilingadilar. Aslida o'z qo'lim bilan taqab qo'ygan baydi. Lekin sizni xafa bo'lib qolmasin dedim. Gapni boya ochiq deyishib oldik. Singlisi bo'lgan odam akisining so'g'isini qabul qilmamdi ekan. Amsa, rahmat sizga. Dilara shundoq deganicha qopchiqni qo'liga oldi. Amaliyotda Dilaraning zeb-ziynatlari bakla to'liq edi. Cho'ng apasining bir gapi bo'ladigan. Qizlarning puli bo'lmasa bo'lmaydi deb. Shunlashqimikin, ular har vaqt Dilaraning kartasiga zapas pullarni sep turadi. Har ta'tilda bag'anida uningga zeb-ziynatlarni tanlab, o'z qo'li bilan ep beradi. Boshqalarning narsiga qarab qolmag'in. O'zimning bag'o deb ko'ngling to'xtasin. Qiz bola degan yo'qlikdan yo'ldan chiqadi. Deydi cho'ng apasi. Dilara bugun bir kun Shirzat bilan paranglashib, uning so'zlarini anglab, kayfiyati boshqacha echilib qoldi. Boshqa ortiqcha xayollarda bo'lmay, Shirzat bilan davomli aqsingillik munosabatini saqlashni niyat qildi. Qaytadianda Shirzat taksiga chiqishni rad qildi. Siz bilan uzoqroq birga menga vaqim bor. Piyoda qaytayli. dedi u. Ishkaylan yondashib mangdi. Nemishqimi 10 yil burun tug'ilmagansiz, Dilara. deb chaqchaq qildi Shirzat. Dilaraning yuzi o'ppida qizirib ketdi. U xijil bo'g'inida teg'imi o'moqlashib ketadi.
Mushu kunidan boshlab Sherzod bilan Diloraning munosabati yana asliga keldi. Endi Dilara uningdan o'zini qochirishni o'ylab boqmagan. Sherzodning samimiyligidan, uning o'ziga bergan va'dasidan ta'sirlangan edi. Aks-singil bo'lib yashash unchalik nachar ishmi emas-ku? Sherzod faqat ko'rishib yurishni talab qildi. Buning nari xato. Uning ustiga u aniq aytdi. Oilamdagi ishlarni yaxshi o'rinlashtiraman. Bu sababdan oila munosabatiga ta'sir yetkazmayman deb. Mushundaq va'dalar oldidimi, Diloraning yana o'zini qochirishiga nima sabab bo'lsin? Yana kelib, Sherzodning uningdan talab qiladigini to'limi atdi. Har bir qitim Shanxayga kelganda Dilorani bir qitim ko'rib olsa, shuning o'zi kifoya. Ortiq bo'lsa, bir kun birga cho'glab shiriydi. Bo'lmasa, bir vaqt birga tamoq yeydi shu. Buning xatolik deb ketgudak, o'zini qochirgudak boshqa tarafimi yo'q-ku? Amaliyotda men ortiqcha o'ylab qopdiman, deb o'z-o'ziga tasalli berdi Dilora. Sherzodmo rostilla o'z va'dasida turadi. Diloraga telefon qilib parakanchilik sanmaydi. Izdab kelib avara qilmaydi. Faqat 15-20 kunda bir qitim Diloraning darsdan tushishiga ulgurtib, maktab oldiga keladi-da, uningga telefon qiladi. Ular birga chiqib, yaqin atrofdagi oshxonada bir-biriga qarab o'ltirishqash, tamoq yeb paranglashadi. Agar atsi ortiq vaqti bo'lsa, Dilorani bir kun birga o'ynashga taklif qiladi. Mayli gap so'zda bo'lsin, ish harakatda bo'lsin, Diloraga nisbatan zodila g'ayri niyati yo'q edi. Sherzodmo Diloraning kiyinishlaridan, iste'mol saviyasidan allaqachon qizning oilasining odatdagi oila emasligini, qizning uning pul xarjlashiga muhtoj emasligini his qilib yetgan bo'lsa kerak. Ikkalan tanishgan mashillarda faqat qiz uchun sovg'a qilgani ashu bir tal oltin zanjir edi. Dilora odatda zibu zinnatlarga bak havas qilib ketmaydi. Bak hashamatlik ko'rinmaydigan, ammo esil kiyim-kechaklarni kiyadi. Kiyinishlari kepinaklardek rangarang kiyinadigan qizlardan alohida farqlanadi. Birli qarmoqqa intayin oddiy, ammo tafsiliy qaraganda nafis ishlangan. Esilligi chiqib turadi. Bu zanjir haqiqatan bak chiroyli edi. Shunchalik nafis ishlangan zanjirga kichikgina qo'sh yurak o'rlashtirilgan bo'lib, yuraklarning kesishgan yeriga qo'yilgan oq ko'z kishini mahliya qiladi. "Vah, nimancha chiroyli", dedi Shamsiya zanjirni ko'rib. "Qarg'ana teg'i qo'sh yurak bo'lgan. Barash yigit so'g'iqiga o'xshamamdi." Bu nim deganing? Ko'pincha yigitlar mushundaq simvollik ma'nodagi sovg'atlarni berishga amroq keladi. Mavi qo'sh yurak uning mangu ayrilmaslik haqidagi va'dasi. Ortiq o'ylab ketibsan. Ko'zimga chiroyli ko'rinib, o'zim setib oldim. Yigiti yo'q qizlar setib olsami bo'ladigandu? Amsi buni taqimig'ina, rostilla buni silib olsang, har kimga yigiti bodak tuyg'u berib qo'ydi ekansa. Ondaqda mushnili taqay, hech bo'lmasa yigitlarning qo'g'lashidan qutulib qolaman. Qiziqchimi sen, Dilora? Nurg'un qizlar yigitlarning o'zini qo'g'lashganidan, shuncha ko'p yigitlarni parvona qilayotganidan faxrlansa, sen aksicha ulardan qochsanda. Yigitlardan tamoyim yo'q. Hozircha ularning qo'g'lashini xohlamayman. Lekin hamon bir kuni bir yigitni shunchalik yaxshi ko'rsanki, shu chaqda ko'raman, sarang bo'lasan. Qani shu kun kelmoqmisanmi? Dilora o'zida Shamsiya o'ylagandek ahvollarning bo'ladiganligiga ishonmaydi. Sherzod Diloraga yana telefon qildi. Kimlik nomeringizni avatib eting, Dilora. Hafta oxiriga sayohat o'rinlashtirib qo'ydim. Qayerga boramiz? Hozircha bu maxfiy, dedi Sherzod sirliq qilib. Dilora ortiqcha gap qilmayla
uningga kimlik nomerini avatib berdi. Sherzod bilan tanishgan mushu mazgillarda ikkisi birlikda Shanxaydagi Simul xarakterlik qurilishlarni sayohat qilgan. Nurg'un bog'chalarga birga kirgan. Ko'chalarni birga aylangan. Hatto dengizga chiqib, dengiz manzarasini ko'rib kelgan bo'lsa-mu, hozirgacha Shanxayning sirtiga chiqib boqmagan edi. Ikkilarning munosabati sap ham tabiiy yo'sinda davomlashyotdi. Azaldan o'zini qo'g'daydigan bir aksining yoki inisining bo'lmaganligidan shunchalik g'ayriblik his qiladigan Diloraga nisbatan bir akiga erishish haqiqatanmi odamni xushal qiladigan bir ish edi. Hatta oxirida Sherzod uni sharqi shimolga berib, qar-muz o'yinlarini ko'rib kelishga taklif qilgan edi. Dilora oqrangni yaxshi ko'radi. Kiyib olgan kiyimlardan tatib, esib olgan sumkalargacha ko'pincha oqrang asos qilinadi. Yana qor manzarasini yaxshi ko'radi. Lapildab yig'ayotgan qarda g'achildab mengib sayohat qilish uning orzusi edi.